Adliya vazirligi huzuridagi yuridik kadrlarni qayta tayyorlash va malakasini oshirish institutida xalqaro shartnoma huquqi va investitsiya kelishuvlari mavzusida o'quv kurslari tashkil etildi. Bugungi kunda yuridik sohada xalqaro tajribani chuqur o'rganish har bir mutaxassis uchun zaruratga aylangan. Xorijiy ekspertlar ishtirokida o'tkazilgan mazkur seminar ayni maqsadlarni ko'zda tutib, huquqshunoslarning amaliy va nazariy ko'nikmalarini oshirish, tajriba almashish uchun samarali maydon bo'ldi. It's an honor to be here at the institute to provide training to local lawyers. Institutda mahalliy yuridik mutaxassislarga trening o'tkazish hamda O'zbekistonda uzoq yillik ish tajribamizni ulashish biz uchun sharafdir. O'zbekiston iqtisodiyoti rivojlanib borayotgan bir paytda mahalliy yuridik mutaxassislarning malakasini oshirish va amaliy tajribasini boyitish juda muhim. Xorijiy investorlar O'zbekistonga kelganda ular xalqaro shartlar asosida investitsiya kiritishni, xalqaro tajribalarga muvofiq ishlashni xohlashadi. Shu jihatdan biz dunyoning turli qismlarida mijozlarga maslahat bergan firma sifatida tajribamizni ulashish imkoniga ega bo'ldik. Bugun biz qurilish shartnomalari haqida gaplashdik, ya'ni katta energiya va infratuzilma loyihalarini amalga oshirish uchun zarur bo'lgan shartnomalar. O'zbekistonda ham ko'plab yangi infratuzilma va energetika obyektlar qurilmoqda. Biz ushbu loyihalarda ishtirok etish baxtiga muyassar bo'ldik. Shuningdek, bu turdagi loyihalarning boshqa mamlakatlarda qanday amalga oshirilgani va moliyalashtirilganini ham kuzatdik. O'quv kursida ishtirokchilar xalqaro shartnoma huquqi, investitsiya kelishuvlari, jahon savdo tashkiloti normalari hamda davlat xususiy sherikchiligi kabi dolzarb yo'nalishlarda o'z bilim va malakalarini yanada boyitish imkoniga ega bo'lishdi. Kursda bizga berilayotgan eng yaxshi imkoniyatlar bu o'sha xalqaro shartnomalar orqali, xalqaro spikerlar orqali ko'proq tajribalarga ega bo'lyapmiz. Masalan, aytaylik, White & Case deymizmi yoki Turkish deymizmi, CMC kompaniyasi deymizmi yoki boshqa shunga o'xshagan Britaniya davlatining firmalari orqali ko'proq tajribalarga ega bo'lyapmiz. Kadrlarni xalqaro tajribadagi bilimini oshirishga bizga bu narsa juda ham katta imkoniyat bo'ldi. E'tiborli jihati mazkur seminarda ishtirok etgan 70 ga yaqin huquqshunoslar orasidan eng faollari xorijda amaliyot o'tash imkoniyatini qo'lga kiritishadi. Ushbu tashabbus yurtimizda yuridik kadrlar tayyorlash tizimini yanada rivojlantirish, shuningdek xalqaro maydonda raqobatbardosh huquqshunoslarni shakllantirish yo'lida muhim ahamiyat kasb etadi.